Selam dostlar. Ertangi soatlarda biz Bulg'ar radiosida nihoyat men de yo'ldan ishga chiqdim yaratgan ishimni. Hali iyalashib bitib bo'lmay, ertangi soat 6da avulda biz endi tamlab sheydik. Hozir soat 9 soat 34 minutda biz endi hozir osh yedik. Shu rejim haliga o'zgargan. Shulay da tinglovchilarimizga oralashib rahat. Hali bir tinglashimiz yozgan. Mana bu yomg'irlar temasi hozir aktual. Endi quyosh, yomg'ir, havo turishi har vaqtda. Mana bunda bir tinglashimiz yozgan. Yomg'irning narsa ekanini de unutdik. Endi jayning 2-oyning yartisi yetib bora. Bu yil soat ko'pirida ko'rgan yo'q hali degan. Tushki bola chaqdagi yomg'irlar, yo'lan oyoq tubiqdan suda shoqqanlar butun ko'kni tumalab olgan soat ko'piri kira boshladi degan. Әле шыңгош ашак инде дигән Гөлфир апа язып куйган. Менә шулай балачакта һәр вакытта да яңгыр да ныграк яуган инде ул. Салат күпердә күренгән. Шуның өчен балачак бит ул. Балачак сезнең өчен нәрсә ул? Минем өчен мәсәлән күңел халәте. Сезнең өчен?